Şənbə günü düşdən keyin Parijdə Xitayning Uyg'urlarga qartalgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish yurish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Yevropa Uyg'ur instituti uyushtirgan namoyishga qatnashgan Parijning kishilik huquq, birlashish va kamsitishga qarshi turish ishlariga mas'ul muavin boshlig'i Jean-Luc Romero Michel so'zida Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan ziyonkashlik va irqiy qirg'inchilikning kunsiri kuchayotganligini, bu sababdan Uyg'urlarni qo'llashning har qanday bir vaqtdagidan muhim bo'lib qolganligini aytdi. Buningdan boshqa Uyg'urlarni qo'llash uchun Yaponiyaning poytaxti Tokio qatorliq nurg'un shaharlarda namoyish o'tkazildi. Turkiyadagi fikr birligi va kurash supsi rahbarligidagi ommaviy tashkilotlar Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazib, Sharq Turkistonga ovoz ber shiori bilan Xitoy davlatining Uyg'urlarga qartilgan zulm va ziyonkashlikka norozilik bildirdi. Fikr va kurash supsi ittifoqining raisi Kurshad Mijan bu guruhiga vakolatan so'z qilib, Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilgan kundan boshlab qarindoshlarimizni bostirib keldi. Milliy va madaniyat jihatdan sistemalik assimilyatsiya va irqiy qirg'in qildi dedi. Dunyoviy aqliy iqtidorli telefon ishlab chiqaruvchi Olmi shirkati Xitoydagi qalaymuqonchilik sababidan ishlab chiqarishning kam deganda yarmini boshqa davlatga yetkazishni planladi. Xabar qilinishicha, uzun muddatdan qaraganda olma ishlab chiqarish liniyasining 40-45% Hindistonga yetkazishni planlagan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken o'zlarining Xitoydagi Covid tadbirlariga qarshi namoyishlarni qo'llaydiganligini va kelar yilgi Xitoy ziyorati jarayonida bu masalani o'ttirg'a qo'yadiganligini aytdi. Blinken mundaq dedi: "Mayli Xitoy, Eron yoki dunyoning har qanday bir yerida bo'lsin, biz kishilik huquq, tinch namoyish qilish huquqi va fikr bayon qilish huquqini qo'g'daymiz" dedi. Rossiyaning muavin ministri Aleksandr Novak Sovet ittifoqidan buyon Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistonning birlik gaz to'sh sistemasining borligini bayon qilib, bizning o'zaro hamkorlikni kengaytirish fursatimiz bor dedi. Qozog'iston prezidentining axborot bayonotchisi Ruslan Jelinbay bo'lsa, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston o'rtasida qurilmoqchi bo'lgan 3 taraf tabiiy gaz ittifoqini tafsiliy muzokara qiladiganligini bayon qildi. Yangi Zelandiya hukumati qonun chiqarishi orqali Alphabet shirkatining Google va Meta qatorliq asosli tor raqamli shirkatlarning Yangi Zelandiya axborot shirkatlariga yerli xabar mazmuni uchun pul to'lashini talab qilganligini aytdi.